Assalomu alaykum azizlar. Salomatmisizlar? Xo'p, Alloh barchaga shifo bersin. Hozirgi kunda revmatizm, polartrit, grija kasallari, pochka, prostatalar qo'zg'ab qolibdi ko'pchilikda. Shu kasallarni 100% asalariga chahtib davolashni tavsiya qilamiz. Bu asalari zahri juda ham ko'p elementga boy. Xudo xolasa bu asalari zahri tabiiy muolaja bo'lib davolovchi bo'ladi. Vaqtincha tinchlantiruvchi emas. Kelib davolaninglar. 3 shohli nervlar mana kelib davolanishyapti. Grija davolanyapti. Samarasi yaxshi inshaalloh. Ko'pchilikga manfaatli bo'lyapti. Xudo xolasa foydasi effekti yaxshi. Kelib davolanishni tavsiya qilamiz. Andijon shahar markazida Gumbaz masjidining oldidamiz. Andijon shaharda. Telefon nomerlarimiz 91lik 291 4991. YouTube'da yo boshqa Instagram sahifalarida Muhammadjon Tabib deb yozsa chiqamiz. Xudo xolasa ko'p ma'lumot chiqadi. Davo topgan bemorlarimiz. Alloh shifo bersin, salomat bo'linglar.